O'sha payti men 20 yoshda edim, deb gap boshladi bir tanishim. Kutilmaganda issig'im ko'tarilib varaja qila boshladim. Xuddi boshimdan chelaklab suv quygandek butun tanamdan ter shovullab oqardi. Oradan chamasi 1 soatlar o'tgach, hech qanaqa dori-darmonsiz issig'im tushganday bo'ldi. Aksiga olgandek, uyda mendan boshqa hech kim yo'q edi. Issig'im tushgach, juda kuchli uyqum keldi va uxlab qolibman. Bilmadim qancha uxlabman. Uyg'ongach tanamdagi og'riqlarni seza boshladim. Go'yo tanamdagi og'riqlarim menga tinchlik bermayotgandek edi. Hamma yoq qop-qorong'u va tinch edi. Qo'limni yuzimga tomon olib borish uchun arang ko'tardim. Xayolimda peshonamda nimadir borday edi. O'sha narsa menga xalaqit berayotgandek edi. Qo'llarimni qimirlatish ham og'irlashdi. Nimalar bo'layotganini tushuna olmasdan onamni baland ovozda chaqirdim, lekin ovozim xuddi shisha idishni og'zimga qo'yib gapirgandek hech eshitilmasdi. Tanam atrofida qog'ozli gullar borligini va peshonamda ham qog'oz borligini sezdim. Bir payt xuddi peshonamdan qon otilib chiqqanday bo'lib dahshatga tushdim. Hushimdan ketdim. Shunda menda yanayam ko'proq yashash imkoni tug'ildi. Agar hushdan ketmaganimda dahshatdan yanayam tushkunlikka tushib nafas olayotgan havom ham tugardi. Yana o'zimga kelgach, kafan ichidaligim, yon atrofdan qandaydir past ovozlar eshitilardi. Kechroq menga nima bo'lganini tushundim. Men uxlab qolibman. O'zi ham 3 kun. Buni meditsinada letargik uyqu deyishar ekan. Xullas meni yuvishib, kafanlab bo'lishibdi. Lekin otam boshqa shaharga ishga ketganligi bois hali ko'mishga olib ketmasdan otamni kutishardi. Shunda hamma qarindoshlarimiz gapni bir qilib onamga: "Bugun 3-kun, mayitni ko'p saqlab turib bo'lmaydi. Buni ustiga ob-havo ham issiq bo'lsa, otasi shu paytgacha yetib kelardi. Endi kech bo'ldi" deb ko'ndirishibdi. Qishloq felsheri tekshirishi bo'yicha men miyaning kuchli shamollashidan o'libman. Qabristondan qarindoshlarimiz hali chiqib ketishga ulgurmasdan otam yugurgancha yetib keladi. "Meni o'g'lim tirik, uni sizlar tiriklay ko'mibsizlar. Men poyezdda kelgunimcha uxlab tush ko'ribman. Tushimda o'g'limni tiriklay ko'mibsizlar. O'g'lim qabr tuproqlarini qo'llari bilan tirnalayotgan emish" deya hammaga baqira boshladi. Otam uyga kelgach, uyda janoza bo'lib turganini, otamga xabar beruvchi odamning esa hali xabarni yetkazmaganligi sabab xabar yo'qligidan kelib chiqib, karaxt ahvolga tushib qoladi. Velosipedni minib qabristonga o'qdek uchadi. Boshida otamga qabrimni kovlashga yo'l berishmagan, lekin baribir otam janjal qilib qabrni kovlay boshlagan. Tezgina qabrni kovlab, lahatni og'ziga terilgan chimlarni olib tashlaydi va meni tirik holda qabr ichidan olib chiqadi. Bu voqeani ko'rganlarning ko'pchiligi hushini yo'qotib yig'lashadi. Ko'plar esa dahshatga tushib qochib ketishadi. Men 3 kun kafan ichida yotganim uchun hali yura olmasdim. Shu sababli meni otam ustimga kiyib yurgan choponini yechib, uyga qo'shnimizning mashinasida olib ketdi. Otamni tushiga Allohning o'zi ayon qilmaganda yoki bir oz kechikganda nima bo'lardi? Hali ham shu voqeani eslasam, badanimdan chumoli o'rmalagandek bo'lib ketadi. Bu dahshatli edi. Hozir juda kam uxlayman. Yana letargik uyquga ketishdan qo'rqib qolganman. Allohimiz juda mehribon va karomati keng. Men bir narsani shifokorlarimizdan iltimos qilgan bo'lardimki, mayli pul bilan o'qishga kiring, lekin iltimos sizlardan o'qishga kirgach o'z ustingizda ko'proq ishlang, toki mana shunaqa voqealar bo'lmasin. Tirik odamni o'lganga chiqarib ko'milmasin. Alloh o'zing barchasini o'z panohingda asra deb hikoyamizni yakunlaymiz.